Yunusobod betonkasini budjetida joylashgan Xonsaroy Akan loyihasiga kelganmiz. Bir xona, ikki xona qilingan 6-qavatli yangi remontli kvartirani video obzorini qilib beraman. Hozir hovlilarini, ko'rinishini tushuntirib ketadigan bo'lsam, детский площадкalarimizdan ikkita, bu yerda bitta, uni orqasida yana bitta bor. Podvolda pulli parkovkamiz ham bor. Hovlilarda ham bemalol o'sha mashina bo'sh bo'lganda, mashina qo'yish uchun tekin joylari bor. Krugovoy dom betonkani bu tarafida joylashgan. Aytganimdek, xonadonimizning o'zini, remontini har doimgidek kadr orqasidan ko'rsatib, tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, 6-qavatda joylashgan 45 kvadrat metr umumiy maydonga ega, 37 kvadrat ichki qismi, 8 kvadrat ochiq terrasasi bor. Xo'sh, podyezddan kirib kelish eshigimiz bilan zalga tushamiz, ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizda birinchi eshigimiz, orqasida совмещенный sanuzel, dush kabinalari bilan. Undan keyingi eshigimiz garderobniy qilingan. Kichkina kvartira, narsalarni qo'yishga joy kam bo'lgani uchun alohida garderobniy xona ham qo'shib yuborishgan. Xo'sh, bu yerda kuxnyamizda ham hamma narsa joy-joyiga turgan, sig'gan. Kir mashina, gaz plita, vытяжка, холодильник, shkaf ichida даже двухконтурный kotyollar ham bor. Buyog'imizda yuqorida aytib o'tirgan 8 kvadratli kichkinagina balkonchamiz. Hovliga qaragan taraf juda ham chiroyli manzaralar ochiladi. Xo'sh, oxirgi ko'rsatib o'tadigan joyim spalnya xonamiz. Spalnyamizdan ham o'sha balkonga chiqish imkoniyati bor. Spalnya garniturlar o'rnatilgan. Kvartiramiz xullas sotuvga tayyor holda turibdi. Holatiga, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.